Abror aka, nima bu qanaqa ish bu aka? Nimaga o'zingizni ishingizni murakkablashtirayapsiz? Bunaqa qilib. Avvalambor Samarqandga xush kelibsiz aka. Aka, buni bunaqa qilishimdan maqsad bu yerda mangal zona bor. Pastda uringan ayollarimizga komfort bo'lish uchun. Ikkinchidan, qarang biz balkonda turibmiz, tomqatda turib. Betga chiqqan odamning nazari qo'shniga tushmaydi. Qo'shniga tushmaydi. Aka, yo'q, men burchakni gapirdim-da, buni 90 gradusga qilib ketsam bo'ladi. Avvalini qilaman, ha? Endi aytayapman-ku, birinchidan ajrab turish kerak. Ha, O'zimizning fishka bor, ajrab. bitta narsani ko'ringlar-da. Bir haligi standart karniz bo'lsa ham mayli ekan, bu yevro karnizni avvalini qilib chiqarganlar-da. Aka, men shunchaki respekt bor-ku. Buni bunaqa chiqarishi ham o'ziga yarasha oson bo'lmadi. Profildan space book turi. Kelsan bolalar to'g'risini ayblarimizni aytish kerak. Bittasini 35, bittasini 27 qilib qo'yibdi. Ustida turib buzdirib boshqatdan qildirgan. Respekt. Shuning uchun Latoda ham bir ikkita joyda duga yo'q. Sizlarga ham noodatiy mana shunaqa tom yopish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Nasir tomga aloqaga chiqishingiz mumkin. Abror aka xizmat qiladilar.